Kimni RVP'si, видно жительство, гражданствоsi bo'lsa, taksiga ishlaydigan bo'lsa, через IP ishlaydi ular. Через IP ishlagandan keyin taksini sferasi 6%. Patent bilan ishlasang bo'ladi, uni ko'p odam bilmaydi. Patent bilan ishlasangiz nima выгодныйsi bor? Masalan, siz обычный sfera bilan ishlasangiz, taksiniki 6% налог to'laysiz. Средний oyiga 300 ming rubl ishlasangiz, boya hisobladim, 18 ming rubl налог to'laygansiz bir oyga agar 300 ming ishlasangiz. 400 minggacha ishlaydi taksilar. Keyin 12 oyga 216 ming bo'lar. Agar siz patent qilsangiz, ana shu IP bilan patent degan narsa ham bor. Patent qilsangiz, uni faqatgina dekabr oyiga o'tsa bo'ladi, yanvarga ishlaysiz, bir yilga bir marta qilinadi. Unga 76 mingmi shunday edi o'tgan yil. Men hozir yana bitta ochaman, qarayman. 80 ming atrofiga pul to'laysiz bo'ldi. Uni 2 bo'lib to'lasangiz ham bo'ladi. Uni bitta narsasi bu, ishlasangiz, ishlamasangiz shu pulni to'laysiz, keyin отчетli jo'natayotmaysiz. Ana shunisi zo'r. Lekin siz taksi sferasi ishlasangiz, именно taksi uchun 6% налог to'laysiz. Har kvartalga yana отчет jo'natishingiz kerak. Shunaqa bosh og'riqlari ham bor. Uning uchun nima kerak desangiz, mana bunaqa elektronniy podpis kerak обязательно. Налоговыйga borsangiz ham, налоговыйda o'zi ham ochib beradi. Bo'lmasa YouTubedan qarab ochsangiz ham bo'ladi. IP patentni. Mana shuni shu videoni taksilarga tashlab qo'ying. Ular ham lishniy pul to'layvermasinlar. 216 ming qaqqa-yu, 78 ming qaqqa.